Xitoy yer sharidagi nufusi eng ko'p davlatlarning biri bo'lib, inson organ tijoratida eng tez sur'atda taraqqiy qilgan qonunsiz organ qora guruh bosiga aylangan. Yaqinqi 10 yil ichidagi nurg'un tadqiqot dokladlarining oshkorlashicha, Xitoydagi organ ko'chirish tijorati Xitoy hukumatining o'zining doklad qilganidek mutlaq ko'p qismi o'lim jazosiga hukm qilingan jinoyatchilar bilan xalq o'zi i'ona qilgan organlar bo'lmasdan, balki organ tijoratining ehtiyojiga asosan o'ldirilgan gunohsiz vijdon mahbuslarining organlari ekan. Dunyoning har qaysi joylaridagi tadqiqotchi va olimlarning o'zliksiz iz qo'llab erishgan tadqiqot natijalari Xitoyning qonunsiz organ ko'chirish tijoratining haqiqiy mohiyati va ko'lamini oshkorlab berdi. 2016 yil 6 oyning 22 kuni 3 nafar xalqaro mustaqil tekshiruvchilar o'rtaq 680 betlik to'liq isbotli bir doklad hozirladi. Tadqiqotchilarning oshkorlashicha, Xitoy dunyodagi organ tijoratini hukumat qo'li bilan begunoh insonlarni o'ldirish orqali qilib boradigan birdan-bir davlat ekan. Oshkorlanishicha, davlat tasdiqidan o'tgan organ ko'chirish tijorati qiladigan doktorxonalarmi Xitoyda shiddat bilan ko'payotgan. Xitoyning bu qonunsiz organ ko'chirish jinoyatiga qarata Amerika davlat kengashi, Angliya parlamenti, Yevropa parlamenti va Avstraliya parlamentida maxsus isbot anglash yig'ini ochilib, Amerika Qonun palatasi birda qonun ma'qullab, Xitoy hukumatining sistemini qaldab begunoh insonlarni o'ldirib, organ tijorat qilib qonunsiz yo'l bilan zo'r so'mada pul tepishdak bu qabih qilmishini qattiq aybladi. Hamda Xitoy hukumatining bu rezil qilmishi dunyo axborotining bosh temasiga aylandi. 2006 yili tunji qitim Xitoy kommunist hokimiyati Xitoy o'lkalarining har qaysi joylaridagi tutib turish o'rinlarida maxfiy qonunsiz organ ko'chirish bazalarini qurganligi oshkorlandi. Xitoyning qonunsiz organ tijorati to'g'riliq tunji tekshirish yapgan Kanadalik Davi Chawgao bilan xalqaro advokat Davi Maytas birlashib Xitoydagi qonliq tirik organ ko'chirish nomli kitobini nashr qildirdi. Keyin Yesinger va Angliyadagi mustaqil tadqiqotchi 7 yil tekshirib tadqiq qilish orqali Xitoydagi cho'ng qirg'inchilik nomli kitobini nashr qildirdi. Tadqiqotchilar Xitoydagi 100 dan ortiq qonliq tirik organ ko'chirish doktorxonalarini tekshirish orqali yangi bir doklad hozirladi. Keyin bu ish tadqiqotning yangi natijasi Nobel tinchlik mukofoti nomzodi tizimiga kirgizildi. 2007 yildagi dokladga qaraganda Xitoydagi davlat tasdiqlagan organ ko'chirish doktorxonalarining soni 1000 dan oshib ketgan. Xitoydagi faqatla 2 doktorxona aypagan organ ko'chirish operatsiyasi Amerikadagi barliq doktorxonalar aypagan organ ko'chirish operatsiyasi sonidan oshib ketgan. Tadqiqotchilarni hayron qoldiradigan yana bir ish, boshqa davlatlarda 1 yil saqlabmi erishamagan organ ko'chirish operatsiyasi Xitoyda bir haftada, hatto bir kun ichida reallikqa aylandi ekan. Tadqiqotchilarning oshkorlashicha, Xitoydagi bu cho'ng organ ko'chirish bozori yilda necha milliard pul topadi ekan. Bu milliard so'mlik iqtisodiy kirim Xitoy kommunist hokimiyatining bir qo'lliq, planliq, sistemlik tashkillashi bilan Uyg'ur, Tibet, Falun Gong qatorliq begunoh xalqni qonliq bostirib, ularni qurbon qilish badaliga keladi ekan.